Umaqsa arkadaşlar, bugünkü hikayemiz 40 yalğan. Zamanның zamanısida bir padişahның yalğız kızı bolğan ekan. Bu qızның chiroyligiga aymi tang kelinmaydi ekan. Qiz bo'yiga yetganda padişah kimki 40 yalğan gap qilib bersa, kuyog'il qilib padişahligimni beraman. 40 yalğanның biri rost chiqsa, kallasini olaman deb jakarlabdi. Nurg'un azmat yigitlar 40 yalğanni deb berolmay kallasidan ayrilibdi. Bir kuni 12 yoshlik bir taz padişahning oldiga kirib, "Podshohi olam, men 40 yalğan gap qilib bergil keldim" debdi. "Qani shumtak, gapingni boshla" debdi podshoh mansitmaslik bilan. "Taqsir, gapimni ichida biror rost gap bormi yo'q, obdan anglasizlar" debdi bola. "Qani boshla" debdi podshoh terikib. Bola xo'p deb gapini boshlabdi. "Bog'lab qo'yib, tizak teriyotsam bir kamda paloq-puloq qildi. Tizakni to'kib o'tib, yugurib borsam, otni qo'ziqqa bog'ladim deb, oqquning bo'yniga bog'lab qo'yibdiman. Tezak tardim deb, bo'dini teribdiman. 2 qozon topdim, to'shqon meni soq qozonda eritsam, may eqib ketdi. To'shiq qozonda eritsam, oqmidi. To'shqon meni eritib, bir necha eg'iz uyga qochiladim. Endi to'shqon go'shtidan ozroq yey desam, beshim heliqi muz chaqqan yerda qopdi. Shundoq qilib kech kirdi. Oqshimi zerikib, o'tikimni mayli bo'lay deb maylisam, bir necha eg'iz uydagi may bir pay o'tikimga aron etibdi. Bir pay o'tikni maylab bo'lib, uxlab qopdim. Bir chog'da uyg'onib qarasam, sening yomonligingdan maylimidi deb o'tiklar rosa mushlashib o'tibdi. Ikkisini 2 pampiyishimga bisib yetib oldim. Bu ikkisini ajratman deb herib uxlab qopdiman. Ertasi uyg'onib qarasam, maylimagan o'tikim yomonlab ketibdi. Qochib ketgan o'tikimni tepib kelish uchun maylagan bir pay o'tikka 2 putimni tiqib qo'g'ladim. Qo'g'la bir mahallaga berib qarasam, maylimagan o'tikim birisining to'yda osh to'shib o'tibdi. Maylimagan o'tikim tikilmagan chidirg'imini boshlab kirib, oqshom meningdan bir qo'shiq miyongni ayibiding, heylig'usin ekansan, butun jamoatga yetgudik may topdim deb oldimga bir tovoq pulov qo'ydi. Taz 40 yalğanni deb tugitibdi. Podshoh balaning 40 yalğan gapiga qoyil bo'pti. Va'dasiga vafo qilib podshohligini beribdi. Ham aydek go'zal qizni taz balaga berib, kuyovg'il qilib olibdi. G'ulja xalq cho'chaklari